Har mudom tiktur, dushmanga qarshi tetiktur. Faqat rukuda egiktur, Alloh sendan ranjimasin. Qarang, soyasida mayli o'tir, yaproq sendan ranjimasin deyapti. Bir daraxtni borib, takiya borib, shunday borib o'tirganingizdan keyin o'sha daraxt ham aytayotgan yaprog'i. Shu meni takimga shu musulmon bir o'tirmadida, meni soyamga bir huzur qilib zikr aytmadida, men ham ancha bir xursand bo'lardim, menga ham yengillik tegadi shuni uni o'qiganga deydi. Soyasida mayli o'tir, yaproq sendan ranjimasin. Poklanib so'ng qabrga kir, tuproq sendan ranjimasin. Qabr ham aytib turar ekanda, shu bir binamoz kelyapti men oldimga. Qani edi shuni o'rniga shu qabr aytay ekan. Qani shuni o'rniga bir namozxon kelsa edi. Mana shu qabrda o'sha tuproq ham azob ekanda, mana shu binamoz kelyapti men oldimga. Men ham azob yeyman bunga qo'shilib deykan. Tuproq sendan ranjimasin. Poklanib so'ng qabrga kir, tuproq sendan ranjimasin. Havolanma qurusalar, seni osmonga ko'tarib ko'plar maqtasa havolanma qurusalar deyapti. Havolanma qurusalar, to'g'ri so'zlar so'rasalar, qanaqa so'z so'zlasang faqat to'g'ri so'zla deyapti. So'rasalar, o'lsang kafan o'rasalar, matoh sendan ranjimasin. O'sha o'lgandan keyin kafanni olib kelgandan keyin o'sha kafan ham aytayotganda, shu binamozga bekor meni uryaptilar-da, men ham dunyo oldiga kirib, qabrga kirib, men ham bu bilan birga azob yeyman-da degan, kafan aytayotgan. Bo'ldi. Faqat rukuda